va undan keyin threat modeling, ya'ni topilgan zaifliklarni yoki topilgan ma'lumotlarni modellashtirish, ya'ni o'ziga keraklilarini olish. Ya'ni siz aytdi 122 milliondan 810 millionga yaqin aktiv saytlar WordPressda ko'tarilgan ekan. Deydik. Biza edit qila oladigan faylimizni topdik. Bemalol bularni xohlagan odam kelib turib o'zgartirsa bo'ladi. Deylik, sizlar WordPressda ko'tarilgan hamma saytni buzib tashlashingiz mumkin degani emas. Ya'ni buzish usullari bor. Ana o'sha nechtadir buzish usullaridan bitta donasini hozir ko'rsatib beramiz. Birinchi WordPress o'rganib chiqdik, scan qildik, saytda qanaqa portlari nimalar ishlayotganini va unga eski versiyaga ko'zimiz tushdi. Uni biz tekshirib ko'rdik. Admin foydalanuvchisi orqali biz tizimga kirdik va undan keyin pluginlarni yoki temalarini o'zgartirish mumkin ekan. Biz ularni o'zgartirdik, fayllarini o'zimizdan zararli skriptlarni yozgan holatda tizimga to'g'ridan to'g'ri ulanishimiz mumkin bo'ldi. Ya'ni biz birinchi veb-saytga admin panelni olgan holatda kirdik. Ana undan keyin biz tizimga bemalol bog'langanimizni ko'rsak bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan veb-saytlarni qanday qilib buzilishini ko'rib ketamiz va shu bilan birgalikda zaifliklar qanaqa aniqlanadi, ular qanaqa qilib aylanib o'tiladi va veb-saytdagi xavfsizlik qanaqa ta'minlanadi. Ana shularni birgalikda qo'shimcha laboratoriya amaliyotlari asosida sizlar bilan ko'rib ketamiz. Avvalambor sizlar bilan ko'rib ketishimiz kerak bo'lgan umuman tashqi hakkerlar veb-sayt buzishda qanaqa yo'l tutishadi, ya'ni hakkerlik bosqichlari qanaqa tarzda davom etadi. Shu narsalarni avvalambor ko'rib ketishimiz kerak bo'ladi. Shu mavzumiz ostida, ya'ni faqat bu hacker tomonidan qanaqa o'ylangan, hakkerlar o'zi qanaqa qilib ketma-ketlik asosida buzib kirishadi, aynan shularni ko'rib ketamiz. Bizda birinchi bo'lib shu pen testing bosqichlarini ko'rib ketamiz bu joyda. Undan keyin deylik, misol bitta sahifani yoki bitta sayt bor. Ana o'sha saytda biz test qilmoqchimiz, ya'ni laboratoriya sharoitida bo'lsin, xoh oddiy sayt bo'lsin, test qilib ko'rmoqchimiz deylik. Avvalambor uni sahifalari bilan tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Qanaqa sahifalari bor, nimalari bor va hokazo. Ya'ni bu qismi biz ma'lumot to'plash qismi deymiz. Aynan shu qismlarni ko'rib ketamiz va undan keyin versiyalar bo'lishi mumkin. Veb-saytda qanaqadir xizmatlar bo'lsa, ana o'sha xizmatlarni versiyalarini aniqlagan holatda, agarda eng oxirgi versiyagacha update qilinmagan bo'lsa, ya'ni eng oxirgi versiya o'rnatilmagan bo'lsa, eski versiyadan foydalangan holatda agar unda zaiflik bo'ladigan bo'lsa, u zaiflikdan foydalanib kim biladi, veb-saytga balki buzib kirishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, va undan keyin o'sha zaiflik orqali buzib kirish va kompaniyalar va boshqa ochiq platformalarda zaiflik topib, ya'ni ma'lum bitta platformalar bor. Ana o'sha platformalar orqali siz u yoqda chiqarilgan buglar, ya'ni saytlardagi buglarni topish orqali hisobot yozib, ularga topshirib, ya'ni bounty olishingiz ham mumkin bo'ladi. Bounty albatta bu pul nazarda tutiladi. Xo'p, pen testing bosqichlari. Pen testing o'zi yuqorida aytib o'tganimizdek, penetration testing degan so'zdan olingan bo'lib, qisqartmasi, ya'ni pen testing saytni pen test qilish yoki bitta tizimni test qilish degan ma'noni beradi. Xo'p, asosiy nimalarni ko'rib ketamiz va buni biz PTS metodologiyasi deymiz. PTS metodologiyasida shu 7 ta qadamni ko'rib ketamiz. Aynan biz ham shu veb-saytlarni buzishda. Xo'p, pre-engagement, ya'ni bu yerda misol deylik, nimani buzmoqchimiz, qachon buzmoqchimiz, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, rejalashtirish, polniy planning qilinadi bu yerda. Misol qachondan qachongacha bu davom etadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu yerda shartnoma imzolanadi. Deylik, agar u ofitsialniy misol pen testing qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, u narsa shartnomalar asosida kompaniya xodimlari bilan birgalikda hisobot qilinadi. Undan keyin intelligent gathering, ya'ni hamma narsa tayyorlangandan keyin, shartnoma qilingandan keyin ma'lumot to'plash qismiga o'tiladi. Ya'ni siz veb-sayt buzishingiz kerak va avvalambor sizga eng katta yordam beradigan narsa bu sayt haqidagi butun ma'lumotlar. Ana o'sha qancha ma'lumot siz to'playdigan bo'lsangiz,
shunchalik oson buzib kirishingiz mumkin bo'ladi. Va undan keyin threat modeling, ya'ni topilgan zaifliklarni yoki topilgan ma'lumotlarni modellashtirish, ya'ni o'ziga keraklilarini olish. Ya'ni siz erta bir qancha ma'lumot topasiz va o'ziga keraklilarini saralab olishingiz kerak bo'ladi. Чтобы topilgan zaifliklarni, ya'ni topilgan ma'lumotlarni modellashtirish ketadi asosiy qismi. Va undan keyin vulnerability analysis, ya'ni zaiflikni topish, zaiflikni analiz qilish. Ya'ni o'sha yig'gan bizga eng kerak bo'ladigan ma'lumotlarning ichidan o'zimizga kerak bo'ladigan zaiflikni qidirish. Agarda u zaiflik bo'ladigan bo'lsa, biz post exploitation'ni, ya'ni exploitation'ni amalga oshiramiz. Ya'ni buzib kirish qismi. Ana shu zaiflikdan, mana misol veb-saytni analiz qilib chiqdik, tekshirib chiqdik, o'rganib chiqdik. Bizga kerak narsani topdik va u zaif ekan, ya'ni zaifligi bor ekan. Ana o'sha zaiflikdan foydalanib buzib kirish qismimiz aynan 5-qadamda qilinadi. Undan keyin post exploitation. Bu qismda nima qilinadi desak, biz misol deylik tizimga kira oldik. Prosta shunchaki kirdik, qanaqadir foydalanuvchi bo'lib turib kirdik va biz nima qila olamiz ichkarida yoki biz doimiy qolishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Ana o'sha narsalar bo'ladi. Deylik, administratorga harakat qilishimiz mumkin, yokida huquqlarimizni oshirishimiz mumkin, yokida backdoorlar qoldirishimiz mumkin. Backdoor degani bu misol deylik, aylanib kelib turib, nechidir oy kunlardan keyin veb-saytda yana qaytadan kelib turib, qanaqadir kod ishlatish yoki qaytadan kirish uchun orqa eshik qoldirib ketish deb tushunsanglar bo'ladi. Mana shunaqa ishlar qilish mumkin aynan bu 6-qadamda. Va biz bu amallarni bajarib bo'lganimizdan keyin nimalar qildik? Shu haqida hisobot yozamiz. Ya'ni reporting qismi bo'ladi 7-qismda. Report yozib, o'sha tashkilotga boshida kelishilgan shartnomaga asosan tashkilotga, ya'ni kompaniyaga hisobot topshirishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Endi WordPress hammaga ma'lum bo'lsa kerak. Bu WordPress nimaligi? Bu WordPress keladigan bo'lsak, CMS Control Management sistemi beradi. Ya'ni boshqaruv panellaridan bittasi. Faqatgina bu kod yozib qilinadigan texnologiya emas. Shunchaki UI bilan, misol deylik, siz sayt ko'tarishingiz kerak tezlik bilan, lekin siz kod yozishni bilmaysiz. Ana o'sha holatda sizga WordPress taqdim qilinadi. Siz bu bilan grafический tez qo'lda veb-sayt yasab tashlashingiz mumkin bo'ladi. Va buni front-end ham, ya'ni back-end ham bemalol oldida yozib turib AI bilan bemalol ishlab tashlasangiz bo'ladi. Xo'p. Nimaga biz WordPressga to'xtaldik? Chunki WordPressda biz ko'radigan bitta laboratoriya nimalarimiz bor, laboratoriyalarimiz bor. Va bu laboratoriyalarni hozirgi holatda ko'radigan bo'lsak, biz birinchi qidiradigan bo'lsak, bu yerdan how many sites build WordPress deb qidiradigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, bu yerda hop 522 milliondan 810 millionga yaqin aktiv saytlar WordPressda ko'tarilgan ekan. Qaraydigan bo'lsak, dunyoning 43% saytlari, globaldagi 43% saytlari qaraydigan bo'lsak, ko'pi WordPressda ko'tarilgan ekan. Va yoki 63% ga keladigan bo'lsak, hammasi CMSlarda ko'tarilgan. Ya'ni shunaqangi WordPressga o'xshagan boshqaruv panellarida ko'tarilganini ko'rsak bo'lar ekan. Xo'p, biz endi aynan shu WordPress misolida deylik, bitta saytni ko'rib ketamiz. Aynan u hozirgi holatda laboratoriyada ishlab turibdi. Bu narsalarni ko'rsatishimiz deylik, sizlar WordPressda ko'tarilgan hamma saytni buzib tashlashingiz mumkin degani emas. Ya'ni buzish usullari bor. Ana o'sha nechtadir buzish usullaridan bitta donasini hozir ko'rsatib beramiz. Aynan shu buzish bosqichi kim bilsin, boshqa saytlarda ham balki ishlab qolishi mumkin bo'ladi. Xo'p, avvalambor bizga Liboy Linux distributionda ishlab turadigan nima kerak bo'ladi? Farqi yo'q, Linux bo'lsa bo'ldi. Biz avvalambor o'sha tayyor toollardan foydalangan holatda kelinglar, saytimizni birinchi o'rganib chiqamiz, sken qilib chiqamiz.
Men buni brauzerdan ochadigan bo'lsam, bu yoqdan buni IP'si 62 20 10 2 va buni 80-90-portida ishlab turgan. Va misol deylik, bizning qanaqadir bitta saytimiz bor, blog bor deylik. Sayt ishlab turibdi. Va biz mana shu saytni buzib ko'rishga harakat qilishimiz kerak. Deylik, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, WordPress belgisi bor. WordPressda ishlab turganini ko'rsak bo'ladi. Endi kelinglar, biz bu saytni sekin o'rganib chiqamiz. Biz IP'sini ko'rdik. Ya'ni saytda bizga berilgan maqsadli manzil. Va shu manzilni olamizda birinchi sken qilib chiqamiz. Mmap tool orqali. U Mmap tool nima qilib beradi bizga? Saytdagi ochiq bo'lgan portlarni, servislarni va ularning versiyalarini birgalikda ko'rsatib beradi. Keyin bu yerdan agressiv sken qilamiz va hamma portni tekshiramiz. Bu yoqdan o'zimizning targetimizni manzilini bersak, tak. Qidirishni boshlaydi. Bu ozmuncha vaqt oladi. Eslatib o'taman, bu Mmap o'zi faqatgina saytda sken qilish emas. Misol bir saytda ishlab turgan biror bir xizmat bo'ladigan bo'lsa, ana u xizmatda zaiflik bormi yo'qmi, shuni ham aniqlab berish mumkin. Okay. Endi biz sekin bir chetdan qaraydigan bo'lsak, bizda 22-port, ya'ni masofaviy bog'lanishimiz mumkin bo'lgan SSH servis ishlab turgan ekan va uni versiyasini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Ya'ni holatini ko'rsatgan port va uni holati, servisi, ya'ni qanaqa xizmat ishlab turibdi ichkarida va undan keyin u xizmatning versiyasi. Versiya nimaga kerak desak, boya yuqorida aytib o'tganimizdek, agar u versiya eski bo'ladigan bo'lsa, o'sha eski versiya orqali biz buzib kirsak bo'ladi. Xo'p. Va bu yerda 80-80 HTTP xizmat ishlab turgan ekan. Apache HTTPD 2.10 versiyada qanaqadir va 80-90 da mana bizning saytimizni aynan ko'rgan WordPress saytimizni ko'rsak bo'ladi. WordPress 6.9.4 versiyada ishlab turgan ekan. Xo'p. Va bu yerda OS detallari, ya'ni Linux operatsion tizimida ishlab turgan ekan. Okay. Endi biz kelamiz bu yerdan WordPressni bildik. WordPressda aynan saytda o'sha 80-90-portida bizga kerak bo'lgan xizmat ishlab turganini, WordPress ishlab turganini ko'rdik. Ana endi aynan o'sha WordPressni o'rganib chiqish uchun dastur bor. VPScan degan tool bor va bu yoqdan URL sifatida dash URL qilib turib, saytga URL berishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana undan keyin bu yoqdan nima qilishimiz kerak? O'zi VPScan bilan bitta o'rganib chiqadigan bo'lsak, VPScan deb turib dash help qilsak, help qiladigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, WordPress Security Scanner by VPScan Team. Ya'ni VPScan Teamdan chiqarilgan WordPress haqidagi WordPressni skanner qilib beradigan dastur ekan. Bu yerda uni optionlari, qanaqa foydalanishi. Hop. Biz bu yerdan ko'rishimiz kerak bo'lgan option optioni bo'ladi, ya'ni dash enumerate optioni. Ya'ni bu nima qilib beradi bizga? Polni pluginlarini, vulnerability temalari, ya'ni zaif bo'lgan serverlarni temalarini, undan keyin boshqa config backuplari bo'ladigan bo'lsa, database ma'lumotlari bo'ladigan bo'lsa, foydalanuvchilar bo'ladigan bo'lsa, hammasini birgalikda chiqarib berar ekan. Endi uni olamiz. Undan oldin buni qaytadan qo'yadigan bo'lsak, dash yoki shunchaki dash qilib turib beraversak ham bo'ladi. Xo'p, ozgina kutamiz. Xo'p. Bizning skenimiz tugadi. Qaraydigan bo'lsak, nima qildik? URL sifatida WordPress sken bilan URL sifatida biz o'zimizning saytimizni berdik va enumerate, ya'ni har bitta narsasini qidirib, izlab, o'rganib chiqib bizga output sifatida chiqarib berdik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda headerlari, keyin
nimalar borligi, ya'ni misol robot.txt.larni bilamiz, eshitganmiz. Robot.txt.lar bizaga kirishimiz taqiqlangan joylar bo'ladi va bu yerda wp admin yokida wp admin ajax php chiqyapti. Ya'ni bu yerda admin panel tipa bu sahifalarga kirib olmaydi degan maqsadda bu yerga robot.txt.ga tiqib qo'yishgan. Undan keyin yana qarasak nimalarimiz bor? WordPress readmisi bor ekan va WordPress o'zi nechinchi versiyada ishlayotganini ko'radigan bo'lsak, WordPress version deyapti. Bu yerda 6.9.4 topilgan versiyasi. Xo'p, qachon chiqqani? 2026 3-oy 11-sana, ya'ni 11-martda chiqqan ekan. Demak, bu eski versiya bo'lishi ham mumkin. Chunki hozirgi holatda yangi versiya 7.0 nechidir versiya edi. Biz shunga harakat qilib ko'rsak bo'ladi, qiziq. Undan keyin bu yerda qaraydigan bo'lsak, WordPress temasi bor ekan, 2025 degan ishlab turgan ekan. Va bu yerda unda qo'yib ketgan, qarasak, versiyasi out of date, ya'ni datasi o'tib ketgan, ya'ni srok o'tib ketgan deyapti. Va buni versiyasi hozirgi eng oxirgi versiyasi 1.5 ekan. Bunda ishlab turgani bu yerda hozir chiqmabdi. Okey. Yana nimalar topilgan? Pastroq tushib qaraydigan bo'lsak, hop. Passive enumeration ketgan bu yerda. Timeout va hoppa. Mana bizda admin user bor ekan. Admin userni topdik. Admin user ichkarida, ya'ni tizimda bor ekan va biz nima qilishimiz mumkin? Undan oldin bizga taqiqlangan joy edi, to'g'rimi? Ya'ni wp admin sahifasi. Keldi, biz mana shu wp adminga qiziqib ko'ramiz. Wp admin deydigan bo'lsak, bizani to'g'ridan-to'g'ri admin paneliga kirish uchun xatga login page yo'qotadi. Biz aynan shu joyda kimni topdik? Admin foydalanuvchisini topdik. Va endi admin foydalanuvchisi orqali passwordini ham topib ko'rishimiz mumkin. Va sizlarga ikkita yo'lni ko'rsatib ketaman. Birinchisi qanaqa bo'ladi? Birinchisi, bu yerda o'sha URL beramiz va username deb turib o'sha topilgan foydalanuvchi nomini beramiz va undan keyin password deb turib Linux tizimida o'zi shunaqangi fayl bor, ya'ni roq.txt degan. Va bu orqali aynan shundagi parollar ro'yxati orqali biz admin foydalanuvchisiga bitta parolni qo'yib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Faqatgina bu avtomatlashtirilgan holatda bo'ladi. Misol deylik, qarayotgan bo'lsanglar, har bittasini qo'yib ko'ryapti. Hozir 3 minutdan beri davom etayotgan ekan. Ya'ni 2080 ta o'sha parolni qo'yib ko'rdi. Okey, bu birinchi usuli. Agar sizlar bunda topa olmaydigan bo'lsanglar, o'zi avvalambor nima qilish kerak? Birinchi o'chirtda sizlar foydalanuvchi topdinglarmi? Admin va passwordni ham admin holatda yozib qo'yishingiz mumkin. Admin. Bugun qilib ko'ramiz. Kim bilsin, balki kirib ketarmiz. Default username password. Va bizga qaraydigan bo'lsak, admin panelda turibmiz. Edit profile turibdi. Va mana qaraydigan bo'lsak, biz adminni akkauntiga kirdik. Yaxshi. Ya'ni bu yerda o'sha brute force qilishga ham hojati yo'q bo'ldi. Ya'ni brute force degani boya aytganimizdek, nima desak bo'ladi? Brute force degani bu parollarni, ya'ni parollar listi bo'ladi. Ana o'sha parollar listini foydalanuvchini paroli sifatida bitta qo'yib ko'rish hujumini biz brute force deymiz. Xo'p, bu yerdan ko'radigan narsalarimiz nima bo'ladi? Deylik, userlar bor ekan, qanaqadir userlar va bu yerda faqatgina admin bor ekan, boshqa user yo'q. Administrator akkauntida turibmiz. Yana nimalar bor? Appearance bor, temalar bor, qanaqadir. Pluginlar bor ekan. Installed pluginlar. Xo'p, bu yerda qiziq narsalar bor. Ya'ni pluginlar appearance'da boy ko'rgan nimamiz 2025 temasi. Bu tema mana bu tema ekan. Ishlab turgan, ya'ni grafik bu yerda hamma narsa ko'rinadi. Misol edit qilsak, shu temani ham saytda, ya'ni blogini o'zgartirib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Hamma narsani bunda bosgan holatda get started qilib turib, hamma narsani qo'lda bemalol edit qilib tashlasak ham bo'ladi. Lekin biz temaymiz ularga hozirgi holatda. Sekin orqaga qaytib turib, biz toolsdan bu yerdan temani yoki pluginlarni o'zgartirib ko'rishga harakat qilamiz. Keyin biz temalarga qiziqdim. Temalarga kirib ko'ramiz va o'sha 2025 ishlab turgan aktiv temani men edit qilishga harakat qilaman va bu yerda fayllar bor, fayl sortirovkalari. Ana shu fayllarga qiziqqan holatda men bu fayllarning ichiga o'zimni zararli skriptimni yozgan holatda Primo server olishga harakat qilaman. Tak,
Yani nimalar bor bu yerda? Assets'da, yo partsda. Kelinglar biz pluginlarga o'tib ko'ramiz. Pluginlarni edit qilib ko'ramiz. Hop, yana nimalarimiz bor? Aximet bor. Hop, plugins PHP bor ekan. Index PHP bor ekan. Va bu yerdan biz nimadir o'chirib edit qilib ko'rsakchi. Update qilsak. Biz edit qila oladigan faylimizni topdik. Bemalol bularni xohlagan odam kelib turib o'zgartirsa bo'ladi. Albatta biz hozir adminmiz, xohlagan ishimizni qilishimiz mumkin. Kelinglar, biz mana shu index PHP ichiga, ya'ni shu fayl ichiga o'zimizni skriptimizni yozsak. Bu Linux tizimida mavjud bo'ladi. Kelinglar buni ko'rsatib ketaman. Avvalo qidirasizlar bu yerdan locate degan holatda PHP rev deb qidirsak, bizda PHP reversal degan PHP faylimiz bo'ladi. Ya'ni bu serverni o'zimizning tizimga shellni olib kelib beradigan, ya'ni serverga ulanib beradigan dastur deb tushunsanglar bo'ladi. Kelib buni copyright qilib shu turgan joyimga olib kelsam. Buni endi ichini ochamiz. Tak. Ichini ochsak va password chizamiz. O'zimizning IP adresimizni qo'yishimiz kerak bu joyga va bizni tinglab turadigan portimiz. Ya'ni server qanaqadir joyi band qilgan holatda yoki portimizni band qilgan holatda server bizga olib kelib berish kerak bo'ladi. Xo'p, kelinglar, men birinchi bu yoqdan IP adresimni ko'rib olaman. IP A komandasi orqali va 172.20.10.3 ekan. Mana IP'im. Va bu yoqqa kelib turib men IP'imni qo'yaman va bu yoqdan tinglab turmoqchi bo'lgan portim. Deylik, misol uchun 4545. Va buni saqlanib qolaman. Keyin buni bitta o'qib turib ichidagi skriptni olishim kerak bo'ladi. Mana shu yerdan to oxirigacha ma'nogacha olamiz. Buni copyright qilamizda, bu yoqda serverda hammasini o'rniga biz o'zimizning skriptimizni qo'yamiz. Va update buttonini bossak, file edit bo'ldi. Ya'ni bu holatda index PHP yangilandi. Endi kelinglar, mana shu yerdan shu joyga so'rov yuborgan holatda biz o'zimiz server tinglab turgan holatda reverse shell amaliyotini olib boramiz. Reverse shell bu tizimdan shell olish degan tushunchani beradi. Shu holatda bu yoqda ko'rib ketsak. Biz bu yoqdan terminalni ikkiga bo'lib olamiz. Hop. Qayta qilib turib, biz bu joydan nima qilishimiz kerak? Serverni tinglab turishimiz kerak bo'ladi. Biz Netcat dasturidan foydalangan holatda faqat 45 portida tinglab turdimiz. Ya'ni o'zimizning kaliga aytamiz. Keyin bu yoqdan kelib turib, biz serverga o'sha so'rov yuborishimiz kerak. Curl bilan, ya'ni xuddi shu joyga bosgan holatda so'rov yuborishimiz kerak. Nima bo'ladi? HTTP qismiga o'sha saytimiz 172.20.10.2 IP ga 8090 portiga bu yoqdan VP content va plugins qismiga betdan Aximet. Nimaga Aximet? Bu yoqda mana bu fayl bilan index PHP ni qo'yib olsak bo'ladi. Refresh bersak. Tak. Hello.link plugin is activated. Apply. Aktiv holatga o'tdi. Va toolsdan qaytadan kelib turib pluginlardan Hello PHP bor. Bu PHP ni edit qila olamizmi yo'qmi? O'chirib ko'rishimiz kerak. Bitta update beradigan bo'lsak, bizning faylimiz update bo'ldi. Endi kelinglar, biz buni ichiga hop cat PHP reversal buni olamiz. Copyright qilib bu joydan bu faylni o'zgartiramiz va update qilamiz. Bizning faylimiz yangilandi. Va endi qilingan xato plugin aktiv qilinmagan ekan. Bu hozir aktivlashyapti. Ya'ni fayl edit qildik, IP larimizni ko'rsatdik. Qayerga borish kerakligini
va qaysi portga borib turib ulanish kerakligini ko'rsatdik. Birozgina kutamiz. Bu fayl edit qo'yganimizdan keyin update beradigan bo'lsak, biza kelib turib shellga bitta qaraydigan bo'lsak, bu yoqdan bizani o'sha portimizga, tinglab turgan portimizga aytayapti connected to deyapti 172.20.13 ga from, ya'ni qanaqadir device'dan, qanaqadir qurilmadan 172.20.12 IP dan va mana shu portdan chiqib ketib bizaga kelib turib bog'langan. Va qaraydigan bo'lsak, x8664 arxitekturadagi Linux'dagi machine. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, bizani shellimizga kelib turib avtomatik u bog'landi server va user dotda UID 33, ya'ni www.data web saytdagi foydalanuvchi deb turib bizga server kelgan va bu yerdan ID desak ham shu yokida pwd desak ham qayerda turganimizni ko'rsatyapti. Misol uchun tizimni boshida ls qiladigan bo'lsak, biz tizimdagi fayllarni ko'rishimiz mumkin va tizimda qanaqa foydalanuvchilar borligini tekshirib ko'rsak bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, mana shu foydalanuvchilarimiz bor tizimda va muvaffaqiyatli biz tizimni qo'lga olganimizni ko'rsak bo'ladi. Endi hozir hamma olgan ma'lumotlarimizni ketma-ket aytib chiqadigan bo'lsak, biz birinchi WordPress o'rganib chiqdik, scan qildik, saytda qanaqa portlari nimada ishlayotganini va unga eski versiyaga ko'zimiz tushdi. Uni biz tekshirib ko'rdik, admin foydalanuvchisi orqali biz tizimga kirdik va undan keyin pluginlarni yoki temalarni o'zgartirish mumkin ekan. Biz ularni o'zgartirdik, fayllarini, o'zimizning zararli skriptlarni yozgan holatda tizimga to'g'ridan to'g'ri ulanishimiz mumkin bo'ldi. Ya'ni biz birinchi veb-saytga admin panelni olgan holatda kirdik. Ana undan keyin biz tizimga bemalol bog'langanimizni ko'rsak bo'ladi. Hozir biz WordPressdagi ko'tarilgan saytni ketma-ketlik asosida buzib ko'rishga harakat qildik va bu muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi bu degani hamma WordPressdagi saytlar bunaqa buziladi degani emas. Ya'ni bu buzish jarayonlari bir nechta usullardan bittasini hozir ko'rib o'tdik. Endi Hexbox yoki TrueHackMe degan saytlar bor. Ya'ni bu yerda biz laboratoriya sharoitida mashinlarni bemalol ishlab ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu qismdan sizlar o'zingizlarni bemalol skilllarni oshirgan holatda laboratoriyani ishlab saytlarni buzish bo'yicha skilllarni oshirsanglar bo'ladi. Albatta bu narsa axloqiy tarzda bo'ladi. Keyinchalik o'zingizlarning karyeralarni boshlash davomida juda ham asqotadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda bundan ham qiziqroq mavzularni, qiziqroq kontentlarni olib chiqishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.